Bugun men pensionerlar uchun kuzgi ustama masalasidagi eng muhim yangi tafsilotlarni oddiy tilda tushuntirib beraman. Chunki bitta mayda xatolik ham siz kutayotgan pulning kechikishiga, noto'g'ri hisoblanishiga yoki umuman e'tibordan chetda qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarning o'ziga, balki ularning farzandlari, yaqinlari, vasiylari va parvarish qilayotgan oila a'zolariga ham tegishli. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki men bugun kimga ustama tegishi mumkin, kimga tegmasligi mumkin, qaysi hujjatlar kerak bo'lishi va nimani tekshirish shartligini batafsil aytib beraman. Avvallari ko'pchilik pensionerlar ustama deganda faqat pensiya miqdorining umumiy oshirilishini tushunar edi. Ya'ni davlat pensiyalarni indeksatsiya qilsa, hamma bir xil foizda ko'paydi deb o'ylashardi. Lekin amalda pensiya tizimida bir nechta alohida tushuncha bor. Asosiy pensiya qo'shimcha to'lov, kompensatsiya manzilli yordam, nogironlik yoki parvarish bilan bog'liq ustama, shuningdek ayrim toifadagi fuqarolarga beriladigan alohida imtiyozlar. Kuzgi ustama haqida gap ketganda ham aynan shu farqni tushunish juda muhim. Oldin ko'p hollarda odamlar men pensionerman, demak menga avtomatik beriladi deb kutib o'tirardi. Natijada kimdir pul tushishini kutadi, lekin hisobida o'zgarish bo'lmaydi. Kimdir mahallaga boradi. U yerda pensiya jamg'armasiga murojaat qiling deyshadi. Pensiya bo'limiga borganda esa sizning ma'lumotingiz tizimda boshqacha ko'rinmoqda yoki siz ushbu toifaga kirmaysiz degan javob chiqadi. Demak, asosiy o'zgarish shundaki, endi pensioner faqat kutib o'tirmasligi kerak. U o'z ma'lumotlari to'g'ri kiritilganmi, maqomi tasdiqlanganmi, bank kartasi yoki pochta orqali to'lov yo'li faolmi, yashash manzili va oilaviy holati yangilanganmi? Shularni tekshirishi kerak. Men bu yerda bitta muhim narsani alohida aytaman. Kuzgi ustama hamma joyda bir xil nom bilan yurmasligi mumkin. Ayrim hududlarda u mavsumiy yordam, ayrim holatda kompensatsiya, ayrim qarorlarda qo'shimcha to'lov yoki manzilli moddiy ko'mak sifatida ko'rsatiladi. Shu sababli pensioner kuzgi ustama degan so'zni eshitmagan bo'lsa ham unga yaqin mazmundagi to'lovga da'vogar bo'lishi mumkin. Eng xavfli xato shuki, odam nomidagi farq tufayli o'ziga tegishli imkoniyatni o'tkazib yuboradi. Endi kimlar ko'proq e'tibor berish kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda yolg'iz yashovchi pensionerlar. Agar pensionerning doimiy daromadi faqat pensiyadan iborat bo'lsa, uyda ishlaydigan farzandi yoki muntazam yordam beradigan qarindoshi bo'lmasa, u ko'pincha qo'shimcha yordam uchun ustuvor toifaga kiradi. Masalan, 72 yoshli ona bir xonali uyda yolg'iz yashaydi. Oyiga tekis 70 ming so'm pensiya oladi. Kommunal to'lovlar kuzda oshadi. Dori-darmon xarajati esa har oy 2-5 ming so'm atrofida. Bunday holatda masala faqat pensioner degan maqomda emas, balki yashash sharoiti, daromad miqdori va ehtiyoj darajasida bo'ladi. Ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan pensionerlar. Agar odam yoshga doir pensiyada bo'lsa ham, bir vaqtning o'zida nogironlik darajasi, parvarishga ehtiyoj, surunkali kasallik yoki harakatlanish cheklovi bo'lsa, bu holat alohida tekshiriladi. Masalan, 68 yoshli ota pensiya oladi, lekin ikkinchi guruh nogironligi bor. U har oy yurak dori-darmonlari, bosim dorilari va tahlillar uchun qo'shimcha xarajat qiladi. Agar uning nogironlik ma'lumotlari tizimda yangilanmagan bo'lsa yoki tibbiy xulosa muddati tugagan bo'lsa, ustama avtomatik ko'rinmasligi mumkin. Men ko'p ko'rgan holat, odam hujjat bor deb o'ylaydi. Lekin elektron bazada eskirgan sana turadi. Natijada to'lov kechikadi. Uchinchi guruh boquvchisini yo'qotgan oila a'zolari va kam ta'minlangan pensionerlar. Bu yerda hamma narsani pensiya summasi hal qilmaydi. Oilada nechta kishi bor? Ularning daromadi qancha? Uy-joy sharoiti qanday? Qarzdorlik yoki davolanish xarajati bormi? Shular hisobga olinishi mumkin. Masalan, bu 1 million 700 ming so'm pensiya oladi. U bilan birga voyaga yetmagan nabrasi yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda muntazam yordam yo'q. Qog'ozda pensiya bor, lekin real hayotda bu pul oziq-ovqat, dori, gaz, elektr, maktab xarajatlariga bo'linib ketadi. Bunday vaziyatda mahalla orqali ijtimoiy yordam masalasi ko'tarilishi mumkin. 4-guruh qishloq joylarda yashaydigan pensionerlar. Kuz mavsumida xarajatlar boshqacha bo'ladi. Ko'mir, o'tin, gaz balloni, issiqlik, tomorqa, transport, shifokorga borish xarajati. Shaharda kommunal to'lovlar ko'proq bo'lsa, qishloqda yo'l va isitish muammosi ko'proq bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner markazdan 25 kilometr uzoqda yashaydi.
pensiyani bank kartasida bo'ladi, lekin bankomat tumanda. U har safar pul yetish uchun yo'l kira qiladi. Agar qo'shimcha to'lov tushsa ham, uni olishda amaliy qiyinchilik bor. Shuning uchun men pensionerlarga va ularning farzandlariga bank kartasi faolmi? Telefon raqam bog'langanmi? SMS xabar keladimi? Shularni tekshirishni maslahat beraman. Kimlar ko'p xavotir olmasligi mumkin? Agar pensionerning barcha hujjatlari joyida bo'lsa, pensiya muntazam tushayotgan bo'lsa, bank kartasi faol bo'lsa, yashash manzili o'zgarmagan bo'lsa va u avtomatik to'lov oladigan toifaga aniq kirsa, odatda alohida ariza talab qilinmasligi mumkin. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Kamida bitta marta pensiya jamg'armasi bo'limi mahalla yoki Maypokov.uz orqali o'z holatini aniqlab olish foydali. Chunki tizimda familiya xatosi, pasport ma'lumotidagi yangilanish, plastik karta muddati tugashi, telefon raqam almashtirilishi kabi kichik narsalar ham to'lov jarayoniga ta'sir qiladi. Endi raqamli misol keltiraman. Faraz qilaylik, bir pensioner oyga 900 ming so'm oladi. Kuzgi mavsumda unga 300 ming so'mlik bir martalik yordam belgilangan bo'lsa, u jami 1 million 200 ming so'm oladi. Lekin agar uning pensiyasi pochta orqali berilsa, pochta ro'yxatida manzil noto'g'ri bo'lsa, pochtachi uni topolmasa yoki pensioner vaqtincha boshqa uyda yashayotgan bo'lsa, pul qaytib ketishi yoki keyingi oyga surilishi mumkin. Yana bir misol, pensioner kartada pul oladi. Karta muddati sentabrda tugagan, lekin u buni bilmaydi. To'lovi hisoblangan bo'lsa ham bank operatsiyasi muammoli bo'lishi mumkin. Odam esa menga bermadi deb o'ylaydi. Aslida muammo huquqda emas, texnik to'lov yo'lida bo'ladi. Endi eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan istisnolar va nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik masala ro'yxatda turish va amalda yashash joyi. Ko'plab pensionerlar bir manzilda propiskada, lekin farzandining uyida yoki boshqa tumanda yashaydi. Agar yordam manzili tartibda berilsa, komissiya yoki mas'ul tashkilot odamning real yashash sharoitini ko'rishi kerak bo'lishi mumkin. Propiska boshqa joyda. Yashash boshqa joyda bo'lsa, hujjatlarda izoh kerak bo'ladi. Bunday vaziyatda men shunchaki o'g'limnikidaman deb qo'l siltab qo'ymaslik kerak. Mas'ul idoraga vaqtincha yashash holatini tushuntirish. Mahalla raisi yoki ijtimoiy xodim orqali dalolatnoma rasmiylashtirish foyda beradi. Ikkinchi nozik masala ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi to'lovlar barcha pensionerlarga berilishi mumkin. Ba'zilari esa ehtiyojmandlikka qarab ajratiladi. Agar pensioner rasmiy ishlasa, qo'shimcha daromadi ko'rinadi. Bu avtomatik ravishda hamma yordamdan mahrum qiladi degani emas. Lekin ayrim manzilli yordam turlarida daromad hisobga olinadi. Masalan, 65 yoshli erkak pensiya oladi va qorovul bo'lib ishlaydi. Uning umumiy daromadi pensiya bilan birga 2 million 500 ming so'mga chiqadi. Boshqa tomonda 76 yoshli yolg'iz ona faqat 920 ming so'm pensiya oladi. Tabiiyki, ehtiyoj darajasi baholanganda ikkinchi holat ustuvorroq ko'rinishi mumkin. Shu sababli ishlayotgan pensionerlar oldindan o'z toifasini aniqlashtirib olish kerak. Uchinchi masala, bir nechta imtiyozning ustma-ust kelishi. Masalan, odam ham pensioner, ham nogironligi bor, ham yolg'iz yashaydi. Bu hamma to'lovlar avtomatik qo'shilib ketadi degan emas. Ba'zi yordamlar bir-birini almashtiradi, ba'zilari alohida hisoblanadi, ba'zilarida esa eng yuqori miqdor tanlanadi. Mana shu joyda odamlar ko'p adashadi. Qo'shnim ikkita to'lov oldi, men bittasini oldim deyshadi. Lekin qo'shnining hujjati, nogironlik guruhi, oilaviy holati, yashash joyi, avval olgan yordam boshqa bo'lishi mumkin. Men har doim shuni aytaman. O'zingizni qo'shni bilan emas, hujjatdagi mezonlar bilan solishtiring. 4-masala qarzdorlik va ushlab qolishlar. Pensiyadan aliment, kredit, sud qarori yoki boshqa majburiy ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Agar ustama pensiya to'lovi bilan birga tushsa, odam hisobida kutilganidan kam summa ko'rishi mumkin. Bu ham berilmadi degani emas, balki pulning bir qismi avtomatik ushlab qolingan bo'lishi ehtimoli bor. Bunday holatda bankdan hisobvara harakati ko'chirmasini olish, pensiya jamg'armasidan hisob kitobni so'rash kerak. Ayniqsa kredit kartasi yoki overdraft ishlatilgan bo'lsa, pul tushishi bilan bank eski qarzdorlikni yopib yuborishi mumkin. Pensioner esa pul tushmadi deb o'ylaydi. 5-masala firibgarlik xavfi. Kuzgi ustama haqida gap ko'payganda telefon orqali sizga ustama chiqdi. Karta raqamingizni, SMS kodni ayting deydiganlar paydo bo'ladi. Men buni juda jiddiy ogohlantirish sifatida aytaman.
hech qachon SMS kodini, karta PIN kodini, plastik kartaning orqa tomonidagi raqamni hech kimga aytmang. Davlat idorasi xodimi telefon orqali SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir bugun aytmasangiz pulingiz kuyadi desa, bu juda shubhali belgi. To'lovni tekshirish uchun rasmiy idoraga boring. Bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki May Tokubuz kabi rasmiy xizmatlardan foydalaning. 6-masala hujjat muddati. Nogironlik ma'lumotnomasi, pasport yoki ID karta, ishonchnoma, bank kartasi, vasiylik hujjati. Tibbiy xulosa kabi hujjatlarning muddati tugagan bo'lishi mumkin. Ayniqsa pensionerning o'z yurishga qiynalsa va pensiyani farzandi ishonchnoma bilan olsa, ishonchnoma muddati juda muhim. Muddati o'tgan ishonchnoma bilan pul olishda muammo chiqadi. Agar kuzgi ustama alohida to'lov sifatida tushsa, uni olish uchun ham huquqni tasdiqlovchi hujjat amalda bo'lishi kerak. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, pensiya to'lovi qanday kelayotganini tekshiring. Bank kartasigami yoki pochta orqalimi? Agar bank kartasiga bo'lsa, karta muddati tugamaganmi, karta bloklanmaganmi, SMS xabarnoma faolmi? Telefon raqam sizniki yoki farzandingiznikimi? Shuni aniqlang. Agar pochta orqali bo'lsa, pochtachi sizni qaysi manzildan topadi? Ro'yxatdagi manzil to'g'rimi? Vaqtincha boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz. Bu haqda oldindan xabar berilganmi? Shuni tekshiring. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tayyorlang. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi, bank kartasi rekvizitlari, yashash manzilini tasdiqlovchi ma'lumot, nogironlik bo'lsa tibbiy hujjat, yolg'iz yashash holati bo'lsa mahalladan ma'lumotnoma, parvarishga muhtojlik bo'lsa tibbiy xulosa, ishonchnoma orqali murojaat qilinsa, notarial ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Hamma joyda aynan bir xil ro'yxat so'ralmasligi mumkin. Lekin shu hujjatlar tayyor bo'lsa, odam idoradan idoraga qayta qatnamaydi. 3-qadam, mahallaga boring yoki telefon orqali bog'laning. Mahalla ko'pincha ehtiyojmand oilalar, yolg'iz pensionerlar, parvarishga muhtoj keksalar haqida birlamchi ma'lumotga ega bo'ladi. Murojaat qilganda menga pul bering deb emas. Kuzgi mavsum uchun pensionerlarga beriladigan qo'shimcha yordam yoki ustama bo'yicha men qaysi toifaga kirishimni tekshirib bering deb aniq ayting. Agar yolg'iz yashasangiz, dori-darmon xarajatingiz ko'p bo'lsa, isitish xarajati og'ir bo'lsa, buni og'zaki emas, imkon qadar hujjat bilan ko'rsating. Dorixona chexlari, shifokor tavsiyasi, kommunal to'lov kvitansiyalari yordam beradi. 4-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. U yerda asosiy savol shunday bo'lishi kerak. Mening pensiya ma'lumotlarim to'g'rimi? Qo'shimcha to'lovlar bo'yicha maqomim qanday? Tizimda qarzdorlik yoki ushlab qolish ko'rinmayaptimi? Kuzgi ustama bo'yicha menga avtomatik hisoblanadimi yoki ariza kerakmi? Bu savollarni aniq bersangiz, javob ham aniqroq bo'ladi. Agar xodim umumiy javob bersa, yozma murojaat qiling. Yozma murojaatda familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSHIR, yashash manzili, telefon raqam, pensiya turi va murojaat mazmunini yozing. Masalan, kuzgi mavsum uchun pensionerlarga beriladigan qo'shimcha to'lov yoki ustama bo'yicha mening huquqimni, hisob-kitob holatini va zarur hujjatlar ro'yxatini tushuntirib berishingizni so'rayman. 5-qadam. Maytokov. Uz yoki boshqa rasmiy elektron xizmatlardan foydalanishni o'rganing. Agar pensionerning o'zi foydalana olmasa, farzandi yoki ishonchli yaqinidan yordam so'rasin. Lekin bu yerda hamma ehtiyot bo'lish kerak. Login, parol, elektron raqamli imzo, SMS kodlar begona odamga berilmaydi. Elektron tizim orqali ba'zan murojaat yuborish, pensiya bilan bog'liq ma'lumotlarni ko'rish, ariza holatini kuzatish mumkin. Bu idoraga qatnashni kamaytiradi. Ayniqsa sog'lig'i yomon pensionerlar uchun juda qulay. 6-qadam, bankdan ko'chirma oling. Agar pul tushmadi degan shubha bo'lsa, faqat SMS-ga qarab xulosa qilmang. Bank ilovasida yoki bank filialida hisobvaraq harakatini tekshiring. Ba'zan pul tushadi, lekin kredit qarzi, xizmat haqi yoki boshqa ushlab qolish tufayli qoldiq kam ko'rinadi. Bank ko'chirmasida pul qachon tushgani, kimdan tushgani, keyin qayerga yechilgani aniq bo'ladi. Shu hujjat bilan pensiya jamg'armasiga yoki bankka murojaat qilish osonlashadi. 7-qadam, muddatlarni o'tkazib yubormang. Agar ustama yoki yordam uchun ariza topshirish kerak bo'lsa, keyinroq boraman deb cho'zish eng katta xato. Kuzgi yordam mavsum bilan bog'liq bo'lgani uchun uning tekshiruv, ro'yxat shakllantirish, tasdiqlash va to'lash davri bo'lishi mumkin. Hujjatni kech topshirsangiz, to'lov keyingi bosqichga qolishi yoki umuman ushbu davrga kirmasligi ehtimoli bor. Shuning uchun men pensionerlarga ham
Ularning farzandlariga ham hozirning o'zida hujjat papkasini tayyorlab qo'yishni maslahat beraman. Yana bir amaliy maslahat, barcha murojaatlaringizdan nusxa saqlang. Agar yozma ariza topshirsangiz, qabul qilingan sanasi va raqami bo'lsin. Elektron murojaat yuborsangiz, ariza raqamini yozib oling. Telefon orqali gaplashsangiz, qaysi tashkilotga, qaysi sanada nima masala bo'yicha qo'ng'iroq qilganingizni qayd qilib qo'ying. Bu oddiy ko'rinsa ham keyin siz murojaat qilmagansiz degan vaziyatlarda juda asqatadi. Men yana bir real hayotiy vaziyatni aytaman. Bir pensioner onaxon kuzgi yordam haqida eshitadi, lekin menga baribir chiqmaydi deb bo'lmaydi. Keyin qo'shnisi xuddi shunday sharoitda yordam olganini biladi. Tekshirsa, onaxonning yolg'iz yashashi mahalla ro'yxatida yangilanmagan bo'ladi. Chunki o'g'li hali ham ro'yxatda birga turadi, lekin amalda boshqa shaharda yashaydi. Agar onaxon vaqtida mahallaga borib, real holatini tushuntirganda masala boshqacha hal bo'lishi mumkin edi. Demak, asosiy saboq shuki, huquq borligi yetarli emas. Bu huquq hujjatda va tizimda ham to'g'ri ko'rinishi kerak. Yana bir holat. Otaxon pensiya kartasini nevarasiga berib qo'ygan. SMS ham nevarasining telefoniga keladi. Pul tushgan tushmaganini otaxonning o'zi bilmaydi. Kuzgi ustama tushganda ham pul boshqa xarajatlarga ishlatilib ketadi. Otaxon esa xabarsiz qoladi. Men bunday vaziyatda oilani ayblash uchun emas, tartib bo'lish uchun aytaman. Pensionerning puli bo'yicha shaffoflik kerak. Agar farzand yoki nevarasi yordam bersa, har oy qancha pensiya tushdi? Qancha yechildi? Nima uchun sarflandi? Buni pensioner bilishi kerak. Bugungi eng muhim fikr shuki, kuzgi ustama yoki mavsumiy qo'shimcha yordam masalasida hamma narsa faqat pensionerman degan maqom bilan tugamaydi. Toifa, daromad, yashash sharoiti, hujjatlar, bank kartasi, manzil, nogironlik ma'lumotlari, ishonchnoma va tizimdagi yozuvlar hammasi ahamiyatli. Kimdir avtomatik bo'lishi mumkin, kimdir ariza berishi kerak bo'lishi mumkin, kimdir esa hujjatidagi kichik xato tufayli pulni vaqtida ololmasligi mumkin. Men sizga tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l, bugunoq hujjatlaringizni tekshiring. Mahalla va pensiya jamg'armasidan o'z maqomingizni aniqlang. Bank kartangiz faol ekanini ko'ring. Kerak bo'lsa, yozma murojaat qiling. Agar ota-onangiz, buvinggiz yoki bobongiz pensioner bo'lsa, bu ishni ularga qoldirib qo'ymang, birga tekshirib bering. Ba'zan 20 daqiqalik tekshiruv bir oylik sarsonlikning oldini oladi. Sizning hududingizda kuzgi ustama yoki qo'shimcha yordam bo'yicha qanday xabarlar bor? Siz yoki yaqinlaringiz bunday to'lovni oldingizmi yoki hali kutyapsizmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring, boshqalarga ham foydasi tegadi. Video like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki pensionerlar bilish kerak bo'lgan bunday muhim tafsilotlar ko'pincha aynan vaqtida eshitilmagani uchun o'tkazib yuboriladi.